Assalomu alaykum limon ko'chat ishqibozlari. Mana xudo xolasa quyoshli ko'chatlarimizni sotishda davom etyapmiz. Oz qoldi, xudo xolasa mevaga kirgan. Mana bu yoqda gullab yotibdi, patrab. Mevaga kirib qolgan mana. Shu ko'chatlardan kimga kerak bo'lsa, mana xudo xolasa rasul o'sadigan paytga kelgan. Ko'rishingiz mumkin mana. Meva shu ashda boshlab qolgan xudo xolasa. Shu ko'chatlardan kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz berishlari mumkin. Xudo xolasa 200 ta 250 tacha ko'chatimiz qoldi shu parnigimizda. Mana yam-yashil bo'lib yashnab yotibdi. Mana tagida gullashni boshlagan, hammasi gullashni boshlab yuborgan mana ko'rishingiz mumkin. Mana ularimiz mana meva ham tugib qolgan. Ishonmaganlar uchun mana meva ham tugib qolgan. Xudo xolasa ekamani mevasini olaman deganlar uchun bu ko'chatlarimizni tavsiya qilamiz mana. Ekib boq bu yil mevasini oladiganlar uchun. Ko'rishingiz mumkin. Mana ko'chatlarimiz xudo xolasa juda ham chiroyli holatda gullab yotibdi. Gullashni endi boshlagan, gullagani ham ko'p mana. Hali limonlar 100% o'zi gullashni endi boshlayapti. 100% hech qaysi limon gullab bo'lgani yo'q. O'zimning katta limonlarim ham endi gullashni boshladi. Bu mana mono limonlar ham mevaga ekilgan o'zimizga. Ular ham endi gullashni boshlayapti mana. Hali rost mana tepalaridan gul chiqargan yo'q mana. Endi gullashni boshlayapti. Bunaqa ko'chatlardan mana xudo xolasa oxirgi parnigimiz. Mana shuni sotib olsak, kimga ishonchli mana shunaqa kerak bo'lsa 250 kilo, 300 kiloga chiqadigan agar 10 yilga olib chiqib olsalar 300 kilogacha meva chiqadigan ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz berishlari mumkin. Ko'chatlarimiz oz qoldi. Mana shunaqa ishonchli ko'chatlar kerak bo'lsa, telefon qilib zakaz berishlaring mumkin bemalol. Xudo xolasa 100% sortiga ham garantiya. Biz mashina ichida hojatda dadam 30 yildan beri shuni ichida. Nima maslahat kerak bo'lsa, shaxlatishlariga ham xudo xolasa o'zi shaxlatgan mana. Uyaltirib qo'yadigan ko'chatlar emas. Mana bitta shaxini o'zida mana shuncha shaxlab yotibdi, ko'ryapsizlar. Bachkana ko'chatlar emas. Umuman hammasi hosildor, chiroyli ko'chatlar mana. Mana ko'chatlarimizni ko'rishingiz mumkin. Mana pashti bo'yi ham necha desam bo'ladi. Men bo'yim 170, meni ko'kragim barobar bo'lib turibdi-da mana. Ko'rishingiz mumkin mana. Yerda turgan holatda. Bu tomirdan chiqqandan keyin pashti shu 1,5 metrga yetadi-da bo'yi. O'shanga yarasha shaqi uzun emas-da, o'shanga yarasha shoxlatilgan bu ko'chatlar. Bunaqa bachkana ko'chat emas, lekin sortiga ham garantiya. Sortini aytib o'taman, Super Mir degan yuqa po'stloqli, qishda saqlanadigan sortidan. Masalan, mana shunaqa qishda saqlab sotish biznesini ham yo'lga qo'ysalar, parniga ekkanlar. Hozir mana limonni 1 kilo mevasi 35 ming so'm bo'lyapti. 35 mingdan olib ketyapti mana 1 kilo mevasini. Arzon payt bo'ladi. Limon pishgan paytda 10 ming, 15 mingdan bo'ladi. Saqlashni ham yo'lga qo'ysa, lekin yiliga 1 tonna meva saqlasalaring ham shunda ham hazlagan pul bo'lmaydi. 1 tonna meva ham. Uji mana shu o'zlarini parnikni 100 tup ekib qo'ysalar, 100 tupimiz masalan 10 kilodan solganda ham 1 tonna meva bo'ladi. Uni sizlar 50 kilo meva chiqarib olsalaring, xudo xolasa, shunda 5 tonna, 100 tupdan ham 5 tonna, 10 tonna kerak bo'lsa, 20 tonna meva olsa bo'ladi. Nomerni pastda qo'ygizamiz. Bemalol telefon qilib zakaz berishlaring mumkin. Bu ko'chatlarimiz mana xudo xolasa yam-yashil ko'm-ko'k holatda turibdi. Mana pastlaridan pishgan shoxlari uji gullashni boshlab yuborgan mana. Ko'rishingiz mumkin. Akalar, mehnatimiz ozgina qadrlab, like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.